Xo'sh, 23-savol. Sxemadagi oxirgi mahsulotni molekulasida sp2 guruhlangan orbitallarning sonini toping. Demak, birinchi reaksiya etil spirt 140 dan yuqorida qizdirilyapti. Etilen chiqadi. Etilenga brom, dibrometan chiqadi. Dibrometan kaliy OH'ni spirtli eritmasida asetilen chiqadi. D modda. Asetilenga aktivlangan ko'mirdan o'tkazilsa, benzol chiqadi. Y modda. Y moddaga yana D, yana asetilen qo'shsa, sterol chiqadi. F modda. Demak, F modda sterol bo'lgan. Shu reaksiyalarni yozamiz. Demak, birinchi reaksiyamiz etil spirtni 140 dan yuqorida sulfat kislota katalizatorida qizdirilgan. Temperatura katta 140 Selsidan. Shunda etilen kelib chiqadi. S2H4 kelib chiqadi va suv kelib chiqadi. Demak, A moddamiz etilen. Ikkinchi reaksiyada etilenni strukturada yozaman. SH2 qo'shboq SH2 etilen plus ta'sir ettirilgan brom. Etilen brom bilan birikish reaksiyasiga kirishadi. Shunda dibrometan kelib chiqadi. SH2 qo'shboq uzilib ketadi. SH2 piba uzilib, bu yoqqa bitta brom birikadi. Bu yoqqa bitta brom birikadi. 1-2 dibrometan desa to'g'riroq bo'ladi. Bu B modda bo'ladi. Xo'sh, keyingi reaksiya, uchinchi reaksiyada B moddaga SH2 ikkita brom bor moddaga ta'sir ettiramiz. Kaliy gidroksidni spirtli eritmasi. Kaliy OH'ni spirtli eritmasini ta'sir ettiramiz. Bu yerda nima kelib chiqadi? Kaliy brom bilan kaliy bramid bo'lib chiqib ketadi va spirtli eritma bo'lgani uchun suv ham chiqib ketadi. Suv chiqish uchun bu OH ga mana bu yerda bittadan H ketadi. Ikkita kaliy OH kerak, sababi ikkita brom bor. Demak, kaliy bramid chiqib ketadi. Ikkita kaliy bramid chiqib ketadi. Ikkita kaliy, ikkita brom bilan chiqib ketdi. SH2 qoldi. Qo'shboq tushdi. Ya'ni bittadan vodorod, ikkita OH bilan suv bo'lib chiqib ketadi. Ikkita suv ham chiqib ketadi. Va qoldiq asetilen qoladi. S 3 S. H'lari ham bor. Bu yoqda ham H bor. S2H2 deb yozsa ham bo'ladi. Qisqasi bu asetilen D modda bo'ldi. To'rtinchi reaksiya. Asetilenni aktivlangan ko'mirdan o'tkazamiz. Asetilen aktivlangan ko'mirdan o'tkazilsa, terminallanish reaksiyasi sodir bo'ladi. Benzol halqa kelib chiqadi. Ya'ni benzol kelib chiqadi. 3 molekula asetilen. Demak, Y modda benzol bo'lgan. Y moddan topdik. Va 5-reaksiya benzolga yana asetilen ta'sir ettirilgan. Benzolga yana D modda, ya'ni D moddamiz asetilen edi, ta'sir ettirilsa, xo'sh. Bunda birikish reaksiyasi sodir bo'lib, vinil benzol kelib chiqadi. Yana bir nomi sterol deyiladi. Demak, benzol halqada SH 3 SH2 bo'lib bog'lanib qoladi. 3 bog' emas, qo'shboq. SH qo'shboq SH2 vinil benzol. Bu F modda, sterol ham deyiladi. F modda, sterol. Endi bu sterol tarkibidagi sp2 orbitallar soni topilyapti. Demak, halqadagi 6 ta uglerod ham sp2 ga bitlangan bo'ladi. 6 ta uglerod ham benzol halqada hamma uglerodlar sp2 va halqaning tashqarisida mana 2 ta uglerod ham sp2 ga yuklangan bo'ladi. Demak, jami 8 ta uglerod sp2 ga yuklansa orbital nechta bo'ladi? Qo'shboqli uglerodlar sp2, halqada hammasida qo'shboqli uglerod bo'lgani uchun bular ham sp2, demak 8 ta uglerod ham sp2. S bitta orbital, P 2 ta orbital, jami 3 ta orbital, 8 ko'paysa 8 kira 3 24 ta sp2 orbital bo'ladi F moddada. Demak, javob D javobga mos keladi.